Assalomu alaykum jajji bolajonlar. Bugungi ertagimiz o'rgimchakni poy afzali deb nomlandi. O'rgimchakni poy afzali. Bayram kuni erta bilan o'rgimchak o'ziga yangi poyabzal sotib olish uchun bozorga bordi. Sotuvchi dedi: "Afsus, menda 8 ta bir-biriga o'xshash poyabzallar qolmagan edi." "Anchagina kech qoldingiz, ey o'rgimchak." O'rgimchak bayramga kiyish uchun yangi poyabzal sotib olishga ko'p joylarga bordi. Lekin u 8 ta bir xil poyabzallar topa olmadi. Uyiga xafa holda qaytayotganida yo'lda chumoliga ro'para keldi. Chumoli so'z qotdi: "Nima uchun xafa ko'rinasan?" O'rgimchak dedi: 8 ta bir-biriga o'xshash poyabzal topa olmadim. Sen qaydan topding poyabzalingni, ey chumoli? Chumoli dedi: "Meni 6 ta oyoqlarim bor, 6 ta poyabzalga ehtiyojim tushadi." O'rgimchak uyiga xafa holda qaytayotganida yo'lda filga yo'liqdi. Fil dedi: "Ey o'rgimchak, nega buncha xafasan?" O'rgimchak dedi: "Topa olmadim 8 ta bir-biriga o'xshash poyabzal." "Ey fil, sen poyabzallarni qanday topding?" Fil dedi: "Meni 4 ta oyog'im bor, 4 ta poyabzalga ehtiyojim bor, xolos." O'rgimchak xafa holda uyiga qaytayotganda tuyaqush unga duch keldi. Tuyaqush dedi: "Ey o'rgimchak, nega buncha xafasan?" O'rgimchak dedi: 8 ta bir-biriga o'xshash poyabzal topa olmayapman." "Ey tuyaqush, sen qayerdan topding poyabzallaringni?" Tuyaqush dedi: "Meni 2 ta poyabzalga ehtiyojim bor, xolos." O'rgimchak yana xafa holda uyiga ketishda davom etdi. Vaqtiki qishloq ahli masalani hal qilishga yig'ilishdi. Keksa toshbaqa "O'rgimchak qani?" dedi. Chumoli dedi: "U 8 ta bir-biriga o'xshash poyabzal qidirib yuribdi." Fil dedi: "U balki poyabzallarni hali ham topganicha yo'q."